harakat chapga o'ngga oladi. Yo'lda ochamiz. Davas haydang, Matti Spark haydang oldinga. Tushmam. Signal cholyapman, siz sal margat bering. Margat bering, yo'l ochadi. Şu kishi bekor qildi-da. Şu kishi bekor qildi. 087 o'ngga. Haydang o'ngga. 087 yo'l bering, o'ngga. Tez yordam avtomashinasi larga sabab bo'ldi. Ushbu holat bo'yicha qoidabuzar haydovchi va transport vositasi topilib, unga nisbatan qonunda belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, haydovchi bilan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Marhamat, qoidabuzar haydovchiga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli haydovchi, nima sabab bo'ldi? Maxsus transport vositasiga yo'l bermasdan avtoulovingizdan tushib, unga nisbatan bu kabi qo'pol muomalada bo'lishingizga. Asablarim joyida emas edi. Uzr so'rayman. Qaytarilmasini so'rayman. Barcha haydovchilardan so'rayman, qaytarilmasin. Tez yordam mashinasiga yo'l berishni so'rayman. Asablarim joyida emas edi. Uzr. Nima xulosaga ega bo'ldingiz? Qolgan haydovchilarga nima deb qolasiz? Qolgan haydovchilarga ham tasdiq qilaman. Tez yordam mashinani ko'rdim, yo'l berishni so'rayman. Takrorlaysizmi shu holat? Takrorlanmaydi. Aholi xavfsizligini ta'minlash yo'lida xizmat qilayotgan tez tibbiy yordam avtomashina haydovchilariga bu kabi muomalada bo'lish noo'rindir. Hurmatli haydovchilar, shuni yodda tutingki, bu kabi transport vositalarining ichida sizning ham yaqiningiz bo'lishi mumkin. Yo'llarda yo'l harakati qoidalariga amal qilib harakatlanishlaringizni so'rab qolamiz.